Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Muhaysik, Timur, Mustafinyo va bugungi videoda biz futbol eksperimentlarini tekshiramiz. Bugun biz mana shu ipli yordamida butun darvozani o'rab chiqishga harakat qilamiz. 100 marotaba tangani otib qaysi tomonni ko'proq ochishini tekshiramiz va shu saqich yordamida futbol to'pi yasashga harakat qilamiz. Bu video sizlarga yoqadigan umiddaman. Qani ketdi. Do'stlar, birinchi bo'lib hozir mana shu varatani boshlaymiz. Mana birinchi anulari, uzillari. To'nkiligini qaranglar, bu ko'rmayapti, ya uzoqdan qarasa. Hozir endi butun varatani shunaqa chiqib, bu to'g'ri keladi. Ketdi Timur aka. Hozir bo'lsa biz mana shu tangani 100 marotaba endi otamiz. Ketdi. Hop, mana birinchisi. Reshka. Qashda Bruno. To'g'risi men bu eksperimentni ancha tezroq tugataman deb o'yladim, lekin umuman yo'q. 16 16 1608 Sana olsun Murat. Ben ko'rinmayapti. 23 23 10 var. 23 12 12 Hop, mana hozir 50 marta otdi, pakashto hisob 33 17. Hop, Reshka prям yutib otdi do'stlar. 35 bo'ldimi? Nima? 34 da, hozir 35 mi? Ha, 35 bo'ldi. 35 bo'ldi. Hali ham 17 dan. Ha. Elitor plus 38 равняется 92. 8 ta qolibdi do'stlar. Oldingmi? Hozir aka. Va oxirgi ochishimmi? 58 o'qirikka. Do'stlar, agar Ariel bilan Reshka o'ynasanglar, albatta Reshka tanlaydi, chunki Reshka ko'proq tushar ekan. Endi bo'lsa ikkinchi eksperimentga ko'rasizlar. 200 zvachkanchani ko'proq ishlar kerak bo'ladi. Men bo'lsa ungacha yana iplik yordam beraman. Ketdim. Do'stlar, 100 ta saqich, bilmayman buni qancha chaynab bo'laman, lekin shakillarimni rahmga otdi o'zim. Va Mustafinyo saqichlarini chaynashni boshladi. Biz bu vaqt varatani iplashda to'xtamadik. Bizda noxush xabar, Timur akam kamdan olib ketdi. Na protsess zo'r. Chunchirovchi mana saqich juda shirinda boru. Daqtat shuna. Jodan Muhaysik cho'skаш. Menga o'xshat protsess. Aka keling, 2 marta ko'pda tepasiz bo'ldi, shu bilan 5 minut vaqtingizni olaman. Men ishonib kelman, ko'p bo'ladi. No, endi nima deymiz? Syomka bilan, поэтому chayna. Bitta do'stlar, endi mana yordam berishga qildik. Mana Asad endi boshladi, o'zi negativ bo'lmaydi, nima qilmaydi, nima bo'lmaydi? Menimcha bu challengedan keyin Mustafinyo 1 yil zvachka chaynamasa kerak. Pulim dahshat shira. Bundan ko'ra elita banan yeb berganim yaxshidir. Elita banan mayli, lekin bu challengeda Mustafinyoni mazasi qochdi. Qo'ynim aynyapti, dahshat. Mazam olmayapti, to'g'ri aytsam. Shuni qilaman, bo'ldi, shundan tugadi. Agar shu video 5000 ta like yasa, keyingi qismini ham hammasini mana shu ko'rib turgan hamma zvachkalarni chaynab yana davom ettiramiz. Agar 5000 ta like yasa shu video. Davaychi jigitlar 5000 ta like yig'amiz va Mustafinyo shu koptoni davom ettirib qo'yadi. Keyin bu Mustafinyo ham bizga qarash uchun o'sha yordamga keldi. Voy, блин, do'stlar. Protsess cho'tki ketyapti uni. Live hack. Qara. Qoch. Shu videomiz orqali biz o'zimizdan sabrimizdan chidadik va sizlarga ham bitta savol. Sizlarni sabringlar chidirmidi mana shunaqa video olishga? Kommentariy yozib qoldiringlar. Biz bo'lsa protsessni davom ettiramiz. А вот это что называется? Do'stlar, mana qaranglar qo'sdi. Yo, men ana mana hani. Nima dedi? Musala ta'tiq ko'rsaman. Roppa-rosa 4,5 soat deganda biz va nihoyat shu darvozani bitirib bo'ldik. Va nihoyat ipladamizni varata qildik. Let's go. Endi bo'lsa mana shu kopto bilan mana buni dabdalasini chiqaramiz. Hamma kameralar tayyor, bolalar tayyor. Tayyor Timur aka? Tayyormiz. Yeah!
Do'stlar, biz har xil masofalardan tepdik, lekin iplarni yirtib yubora olmadik. Keyin biz shu iplarning ustida sakrab ham ko'rdik, lekin nikak biz shu iplarni yirta olmadik. Do'stlar, sizlarga bu video yoqdi degan bittaman. Sizlar bilan har doimdek muhassib, Mustafa, Ziyod va Timur. Bu videoga albatta like, podpiska, repostlarni bangilab tashlaylik. Keyingi eksperimentlar bundan ham qizig'roq bo'ladi. Hammalarga xayr. Bu varatani yirtgan videomiz bo'lsa, meni Telegram kanalimda ko'rsanglar bo'ladi.